Elini saxtın tatib balının toyunu atanısı belgilep gelgen. Sen nimanca özbüşümçü bap gettin ha? Senin işinli çoğ biz Allah birini oyluşup boğa. Kimdi sorap abla? Kimdi? Bu işini senden soraşının haceti yok. Savut hacımның oğlu çoğ çet elde okup gelgen. Yurt içinde yüz abroyu ba, pulu ba. Mana muşundaq yaxşı adamlar, muşundaq adamlar bilen kudu buluşku boludu. Abba, kimden sorap menin toyumnu bekitdinlar? Men Muhammedni yaxşı görümen. Men şunun bilen toy kılıman. Nim davatı sen? Sen aşı savatsız bilen toy kılamsan? Bosunu uxlap düşün. Beşini silkip etip anla Adile. Keler hepsi senin Savut hacımның oğlu Muhammed bilen toyun buludu. Bu menin buyruğum. Sizin anlam abba. Keler hepsi menin toyum buludu. Lekin Savut hacımның oğlu Muhammed bilen emas. Belki Habibullah hocamның oğlu Muhammed bilen buludu. Muhammed! Oy Muhammed! San xat kepti. Mağa mı? Ha? Oku. Oku. Mağım okup begin. Aramızda melle okugan. Ekile, ben okup berek. Oku. Muhammed, qandak ahvalınız? Abam rad qilishimga qaramay, kelar haftaning 5-i mening to'yimni bekitib qo'ydi. Shuncha tarishibmi, amalsiz qoldim. Men sizni o'z jinimdanmi aziz ko'raman. Agar siz xohlasangiz, men to'yliq uzukni sizning qo'lingizdan taqmoqchi. Agar undaq bo'lmasa, men bu dunyodan xo'shlashamdim yoki to'yliq uzuk taqamdim. Bu sizga bog'liq. Endi qanday qilamiz? Onun ölü-ölüşüge qarab durmayman. Onda qilayli. Sen men uchun Adilaga bir parcha xat yozib bergin. Ma'qul. Hocam! Hocam! Hocam sizni chaqiradi-da. Nima deding? Hocam sizni chaqiradi-da. Hocam Muhammedni chaqirdimi? Ha? Demakchi bo'g'inim. Dadam meni chaqirdimi? Shunda? Dadam meni chaqiribdi. Dadam meni chaqiribdi. Dadam meni chaqiribdi. Dadam meni chaqiribdi. Apsi. Nima dada? Apsi. Bayağı şehirden kudumuz keptiken. Kızı Adile'nin toyu olmakçıken. Muhammed bilen Adile qandaq mı mas gelsin? Men bu ikisinin toy qilishga qat'iy qarshi. Muhammedning silning pushtlaridan bo'g'indan boshqa hech qanday salohiyati yo'q. Men tuqqanchiligimizning yuzini qilib ma'qul degan taqdirdimi sil o'ylab baqsa, Muhammedning zodi biror aloyidligimi bormi? Muhammed öz vaqtida bir qizni yaxshi ko'rib, shuning bilan to'y qilaman deyotganda to'y buzilgan.
Hocam aka. Sizlar agar o'zlarining izzat hurmatlarini saqlab qolaman deslar, bir Muhammadga esla. O Adilani ko'nglidan qat'iy chiqarvasin. Adilaga buni men mas'ul. Men bu to'yga qat'iy qo'shilanmayman. Men qat'iy rozi emas. Bizning uyda bizning sababimizdan boshqalarning to'yiga daxl etganligi texi tunji qatimliq ish. Bugunga qadar men uningdan hech nima talab qilmadim. Bugun men amalsiz. Men talab qilgan ishni u qilaman. Qulug'im sizda, dada. Amisi u Adilani unutib ketsin. Agar u diginimda qila olsa, uni men o'g'lim deb e'tirof qilaman. Onunğa dadi kerakmi yoki Adilami? Onunğa dadi kerakmi yoki Adilami? Uzak taqam. Yoki bo'lmasa, men bu dunyodan xo'shlashtiram. Bu sizga bog'liq. Onunğa dadi kerakmi yoki Adilami? Men uzak taqam. Onunğa dadi kerakmi yoki Adilami? Men uzak taqam. Yoki meni bu dunyodan xo'shlashtiram. Bu sizga bog'liq. Onunğa dadi kerakmi yoki Adilami? Seni dadan oğlum dese hoş bolasan. Lekin Adilaning muhabbetini unutib qolmagin. Adaş, muhabbet degan talabgorlarning ishkini chekidi. Bundaq anglamas bo'lib o'ltirib olmagin. Sen baribir dadangning nazaridan tushgan bola tursan. Sen dadangning mol dunyosi qiziqmaysan. Balki dadangni hurmatlaysan. Bundaq dötlik qilma. Adaş berib Adilani qutuldirib olgin. Şu tatlı o sana muhtaç adaş.
Adile! 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 Muhammed özünün cüz'atlik holda o'ttirdi bundaq tuyuqsiz paydo bo'lishini o'zi ham Odilaning bundan keyingi turmushiga qandoq baxt va baxtsizliklar kelganligini o'ylashni qo'ymadi. Bu balkim ashu sirliq muhabbatning kuchi bo'lsa kerak. Qaytib keldinglarmi, Muhammed? Senden ensirab turgandim. Qaltiskense, barikallah. Ben hem işini bitirip seni saklap durdum. Toy xetanın işini mi becirip koydum. Bana bu yak mollam. Tez böyle nikah okuyumuz. Şunun bilen Muhammed bilen Adile mana shundoq oddiy nikoh o'qitib o'z turmushlarini boshladi. Beni tosmağla. Dada, sizning buyruqlaringizni sizdan boshqa hech kim o'zgartirmaydi. Sizni bugunga qadar er-xotinlarga baxtilik kelgandilar. Mening erimni o'ldirib, mening tul qilishimga sizlar sababchi bo'lmoqchiman. Bunu al. Bu sana tikediğin miras bilen ziminin kağızı. Bunu elip yok al. Sen benim kanımdan en baskın yerden boğuna okşaysan. Bu dünyadaki en yaramazlı mükemmel. Siz onu da müddet ötkensiz. Dört! Veядın yok ulaş! Bu öyde bunun iki sana uğrun yok! Yok al! Bundan keyin işkilarını çırağıga kim karısa Fakir Habibul şunun karımaydı! Yok ulaş! Gördünüz mü? Körü vatamsız. Kichikda biz onunla oynağı oyun çıkmayamegendik. Bugün o bizning izzat obro'yimiz bilan o'ynashyapti. Biz Tangridan unimi aksidek tilagan. Lekin Tangri duoyimizni ijozat qilmabdi. O yaramasni bizga ato qildi apsi. Uningga dam. O bu yerdan yo'qolsin. Yo'qolsin! Bugundan boshlab o bizning o'g'limiz emas. Emas! Dada.
Мен сілінің оғылары болмағандан кейін, сілінің мал дүнияларға қандақмы варыслық қыла алаймын. Мен Тәңірден, сілінің оғылым деп чақырышылырдың башқа ешқандық нәрсе талап қылмадым. Бұла маңа керек емес. Сілінің тіл аханетлеріне мен дуалар деп білей. Кіріңла. Манымы шо менің датчыларым. Та бүгінгі қадар менің еді. Әмде сіләнің болды. Неме? Еқілдіраңдан айрылып көңі ерім бол адамда? О işlerini unutup get. Turmuşunu yeniden başla. Mağa, toy keçilikten tayarlığını kal. Ben sizden bir işini ötürmekçi idim. İnkar kılmaydıgansız. Yo'q. Menden ötünü gidek. Nemi va deysiz? Qara. Hozir alqınımda taqdirning siziqlaridan boshqa hech nima yo'q. Sizga nima lozim? Dang. Ata-onamiz bizni bir-birimizdan qattiq do'stdi. Ular bizni bir umr g'urbatchilik ichida o'tadi deydi. Biz bu g'urbatchilikdan qutulmag'icha to'y kechasini o'tkazmasakmikin deyman. Ne varsiz? Sirtqa. Nemishqa? Biz o'zimizni kontrol qila olgandan keyin bir uyda yasaqmi bo'laveradi. Maylamsa, men yadiyatay. Nemishqa yadyapsiz? Biz o'zimizni kontrol qila olgandan keyin bir karavat yasaqmi bo'ladi. Sizce biz bir uy, bir karavat yetib eliqi Kontrol. qilalamda? Tirishib bakmadık. Bo'pti. Eğer bugün kontrol kılamazsak demekçimenki kontrol kısakçı. Bo'ladi. Agar ati yana chaqmoq chiqib qolsa, o chaqda yana o chaqda Tü. Adile! Men xizmat topdim. Rasma, Xizmat topdim. nima xizmat deb bering? Birinchi darajali xizmat. Qanday xizmat ayting?
xo'jayinda xizmat qilaman. Xo'jayindek. Ha? Xo'jayindan keyin men xo'jayin. Shundaqmi? Ha. Uni aytdi, pokizlikni xohlaydigan xizmat. Ka kamaydiganini shallab chiqarib yetaman. Shallab chiqarasiz. Shallab chiqaraman. Bütün mas'uliyat menga yuklangan. Hamma ishni siz qiladi ekansiz-da. Yo'q, Bek jafoliq-kanda. jafoliq emas. Nahayt oson. Xo'jayin o'ltirib ishlaydi, men yetib ishlayman, yetib. Bo'ldila, men sizga xizmat etilganiga xush. To'xtang, ular menga 500 ko'y maosh berdi. Ular menga 1000 ko'y bermoqchi. Men ularga 1000 ko'y bilan ish bitmaydi. Menga 500 ko'y bersanglar, 500 ko'y bilan ham ishni bitirma desam, ular menga 500 ko'y pul berdi. Qanday bo'ptimi? Bu 500 ko'yning 300 ko'ychini siz eling. Ma 200 ko'ychiniga men uyga narsa kerak olay. Qarab turibsizmi? Buning tamoq eting. Xo'p. Bo'ling. Hey, to'xtang. Anglasam siz Muhammadni deb ota-onangizdan kechib uyingizdan qechib chiqib ekansiz. Men sizni texi bir oliy bino uyda turamdikin deb o'ylab yuribdiman. Ammo halingiz bu kanda. To'ydan keyin qizlarning qizligi yo'qaydi, lekin sizning taqdiringiz bilan istiqbolingiz tang yo'qolgandek qiladi. Endi burunqi arzu umidingizni kallingizdan chiqarib aytgansiz. Yaxshi bo'pti. Odamni namratchilik bosganda hiligu arzu ekan, hammani unutdi. Mening Muhammad bilan nimishqa to'y qilmaganligimni endi tushungansiz. Chunki mening sizga o'xshash o'zimni vayron qilgim yo'q. Hayotlikda muhabbat bo'lsa bo'lmaydi. Muhabbat, sevgi degan nima u? Uningga nima keladi? Hammasi quruq gap. Muhabbat degan sizdek to'rt qizlarga mansub. Menga qarang, men degan xonimlardek yashayman. Faqat uyimda mengib yurayman. Sirtqa chiqsam tayyor mashinam bor, pul desam yetib oshqichi turibdi. Ammo siz xiyolingizni amalga oshirmoqchi. Yeningizga Muhammad, osh qo'lingizga teshikchalak bilanmi? Siz degan o'qigan bilimlik detgansiz. Men turmushimdan chiqarib aytgan u nima? Nimishqa menda jiroq ketmaydi? Nimishqa atrofimda aylanib yuriydi? Gulsumni da'vatamsiz? Gulsumni da'vataman. U nimishqa sizni mazoq qiladi? Balkim u shunday qilsa xush bo'ladigandir. Bo'pti, uni xush bo'g'il qo'ying. Mening parvoyim palak. Lekin men chidayolmayotganman Odila. Uning so'zlariga faqat chidamadim. Ko'nglimga bak keldi. Men qarang Odila. Men burun qanday bo'lsam, yana shunday o'taman. Meni bir yarmasi ekanligim rost. Meni istiqbolim yo'q. Faqat yo'q. Siz mening laqta-laqta bo'lib ketgan yuragimni davoladingiz. Siz menga haqiqiy bir qiz ato qiladigan muhabbatni berdingiz. Siz meni men arzu qiladigan butun xo'shallikqa erishtirdingiz. Lekin men sizning orzularingizni amalga oshiramasligim mumkin, Odila. Rost. Mening hech qanday orzuyim yo'q. Mening butun ishlarim siz bilan boshlanib, siz bilan oxirlashadi. Odila. Siz men uchun boshqadan o'qing. Menmi? Men kech-kunduz ishlayman. Har qanday ish bo'lsa qilaman. Siz uchun pul tepib, qanchalik pul kesib, shunchalik tepib, sizni oliy maktabgacha o'qitaman. Sizning xo'shalligingiz mening baxtim, Odila. Sizning baxtingiz mening xo'shalligim.
Xo'jayin davatmamdingiz. Xo'jayin o'ltirib ishlasa, men yetib ishlayman davatmamdingiz. Asli siz mushundaq ishni qilamdingiz. Bo'ldi qilam. Nima ish qilmanda yo'shirsiz? Siz meni nima o'ylab qoldingiz? Men sizni mushundaq ishlatib, o'zim qandaqmi oliy maktabda. Bo'ldi qilam. Adile. Siz meni o'qimaganligimni bilasiz. Qo'limda boshqa nima ish keldi deysiz? Meni taqdirimga mushi yozilgan. Hey. Bu ishni sen xohlasangla taqdiringni o'zgartiraysan. Bu o'zingga bog'liq. Sen oldi bilan ko'nroq mashinada birini elib, kira qilib pul topqin. Pulni nereden topaman? Qishimda mashinada o'ltag'adek pul olmasa, mashin setib olg'adek pul nima ish qilsin? Hey, mana men berib turaman. Yo'q. Yo'q, tag'a. Yo'q. Qarz olgan ukam, pul topqanda qaytarasan. Agar topolmasamchi, kichigimdan tortib qarzga bo'g'ilib keldim. Endi hergiz qarz olg'im yo'q. Yo'q. Men qara ukam. Men seni bek yaxshi ko'raman. O'z ukamdek. Agar sen meni o'z ko'rsang, aka, qo'lingni ber. Bo'lu demasa, mening bu yerda turg'unim beka o'xshaydi ukam. Sen qo'lingni bermagandikin, men buni tushandim. To'xtang tag'a. Tag'am to'g'ri deydi. Biz qarz elib, uning mashin setib elib, pul topganda qaytarib bersak, bo'lmadimi? Adile, lekin Nima lekin pekin deb yursa ukam. Bo'ldi, menga mashin setib olamiz. Shunda qilib Muhammad oddiy bo'lsa-mu baxtli bir oilaga ega bo'ldi. Kunlarning o'tishiga ergishib, Odila Muhammadga umoqqina bir o'g'il tug'ib beribdi. Endi G'ojamga kelsak, G'ojam o'z yisida, o'z avam qarindoshlari bilan yanada burunqidek yashayveribdi. U o'zi uydan qo'g'lab chiqarayotgan o'g'li Muhammadning hozirgi turmush ahvolini buningdan anglab tursa-mu, bilmaganga sep yuraveribdi. Hamda o'zining umoqqini navrisini ko'rishga-mu muyassar bo'lolmadi.
boshqa suv bermaydi. Hocam, biz yuqorgi jiq iltimos sunduq. Lekin nimishqa kintan suv bermayotidi? Albatta bermaydi-da. Nemishqa? Chunki hozir yez egiligini sizlarning kichik kelin boshqaryapti emasmi? Assalomu alaykum hocam. Va Aleyküm alaykum assalam. Tinchlik. Bu yoqqa kelib qaplan hocam. Hocam yez başlığı bilan görüşkilik geldi. Jusslar, men boshlab boray. Qani hoş. Boshliq. Qiynotilari Habibul hocam kelibdi. Tez bo'lib boshlab kiring. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Qani o'ltirsizlar. Şikayet çırağına kim karsa tekrar Habib ol. Şununla karmaydı. Yokulaş! Siz onun da mı öte dötkensiz? Döt! İltimaslarida o'z yezlariga suv berilsa debdilar. Biz buni o'ylashib baqdik. 11-oydan burun sizlarga cho'qim suv berilib bo'ladi. Başlık. Bizga su 10 aydan burun berilishi kerak. O'tgan bir yildimi bizga su berilmadi. Yerlerimiz qurg'oqlashib ketdi. Yana su berilmasa, etizlarimiz vayron bo'ladi. Lekin faqat sizlarning takliflari bilanla biz sizlarga suv beramaymiz-da. Agar siz buni mening taklifim deb qarasangiz, albatta su berilmaydi. Siz buni yolg'iz bir odamning emas, butun yezidagi 20-30 ming dehqonning hayoti deb biling. Mana bu shularning iltimosi. Men tirishib baqay. Biroq kechirsizlar. Voy, men Roshan. Roshanmisan? Qandaq ahvoling? Yaxshi, o'zingchi? Yaxshi. Qandaqlarcha telefon berib qolding? Mundaq ishdi. Haftaning 6-kuni to'y qilganligimizning 5 yilligini tabriklab, bir so'rin o'rinlashtirgan. Shuni sizlarni xabardor qilib qo'yay degan edim. Rahmat. Lekin biz boramaymiz. Chunki haftaning 6-si qiynatamning tug'ilgan kuni edi. O kuni Muhammad ikkimiz atamning uzun umr ko'rishini tilab, maldagi yo'qsillarni uyga tamoqqa chaqirib qo'ygan edik. O'g'lim qanday? Nayt yaxshi. Chiroy shakli, aqlliqligi, cho'ng dadasiga o'xish edi. Shunda qilib boramaysizlar. Kechiringlar. Maqlamsa. Ma'qul, xo'sh. Kechirsizlar. Men sizlarning iltimoslarini elib yuqoriga boraman. Sizlarning deganlari bo'yicha degan vaqtida suv berishga amal batirishman. Rahmat. Xo'sh. Mashinalarning benzin pulimi chiqmayotdi. Biz dötlüşüp ketdikmi yoki bozor dötlüşüp ketdimi? Nima bo'lib ketdi bu ishlar? Bizning bozorning hammani Muhammad tatib oldi. Eliskep nima ekan u? Uning ustiga uning mashinalari yangi tursa, xalqning hammasi uning mashinasiga chiqqandan keyin mushunday olmay qanday bo'ladi?
Nima ish qanday bo'ladi ekan? To'xtab tur. O'z vaqtida men heliqi buzuqni uydan qo'g'lab chiqargan vaqtimda uning dadisi meni butun xalq olam oldida rasvo qilib, meni zo'mizo shu buzuq bilan uy tutqizib o'ltirg'izdi. Endi kelib, uning o'g'li mening bozorimga changal selib, bozorimni egallab oldi. Ey, Abdullah. Muhammad bunda qilyapsa. Uning dadisi bo'lsa, kichik kelinning boshliq bo'lganidan foydalanib, o'z yesiga suv boshlatqizdi. Ham beshiqib ko'tirdigan bo'lib ketdi. Bo'ldi so'zlama. Endi bu haqlarning kimni beshiqilib ko'tirdigini men bir ko'ray. Uning o'g'limi shundoq? Xap. Adile, men ish qilmadim. To'xtang. Gulsum sizdan yordam so'rab kelibdi. Menden? Mening yo'ldoshim yaqindan buyon tijoratdan qattiq ziyon tortdi. Bütün ishlarim to'xtab ketdi. 6 oydan beri bekor yuriydi. Anlasam, şirketingizga boshqaruvchi xodim lazım ekan. O'tinib qolay. Bu fursatni yo'ldoshimga bergan bo'lsangiz. Bizga cho'ng yaxshilik qilgan bo'lardingiz. Man qarang. Mendek savadsizning şirketida ishlab, bilimlik erinizning nomiga dog' tushmisizlar. Mening boshqa fikrim yo'q. Yo'ldoshingizga dang. Men bilan ko'rishsin. Adile, men mandim. Gulsum, o'tiring. Çay içing. Taqdirning chaqchiqini ko'rdingizmi? Siz savatsiz, yaramas deb yaratmagan kishining oldiga bugun bilimlik bo'lgan eringiz uchun yordam so'rab kelibsiz. Men sizni echitayotganim yo'q. Sizga tushuntiryapman. Siz uni nevri singlingizni tanishtirganda xizmatchilardan farqi yo'q degan. Mana bu Aşı Muhammad. Xeyli kishilar uning bilan ko'rish uchun intizor bo'ladi. Boshqalar qalbi qozongan erning kaynida uni qo'llaydigan ayoli bo'ladi deydi. Lekin men qalbi qozongan ayolning kaynida uni qo'llaydigan eri bor tunji ayol bo'laman. U o'zimi katta arbob bo'ldi. Menimi oliy maktabda o'qitib, butun orzularimga to'liq yetkazdi. Qinadam, o'qigan bilimlik deb menmi yoki sizmi? Çay içing. Degan gaplarimni hargiz ko'nglingizga olmang. Menda sizga qat'iy o'shmanlik yo'q. Bundaq ishlar bo'lib turadi. Tangri hammamizga o'xshashli dilyor ato qiladi. Lekin Muhammadga o'xshash haqiqiy bir insonni faqat birli kishiga ato qildi. Oğlum. Xapama, qasdan qilmadim. Hech kim qasdan qilmaydi, hech qis yo'q bova. Acab qoidalik bo'l ekan. Albatta qoidalik bo'ladi da hocam. Uning qiyada sizlarning qonlari bor emasmi? Hocam, o Muhammadning o'g'li. Kechirim so'rag'ili keldingmi? Men sizlarni kechirib etdim.
Familiyang nima? Muhammed Habibullah hocam. Muhammed Habibullah hocam. Bu ismini udul atab chaqirmisizlar. Neymiş qandi? Bu mening cho'ng dadamning ismi. Bu yezida hech kim cho'ng dadamning ismini atab chaqirmaydi. Hammasi hocam deyishidi. Shundaqmi? Ha. Sen ko'rib baqqanmiding bu hocamni? Yo'q, men cho'ng dadamni ko'ribmi boqmagan. Ot. Meni baqqansan? Ha. Mana bolam. Allah, bildingmi? Kim oldu ha oğlum? Çok. At minse, qandaq bo'ladi ekan, ha? Bek yaxshi bo'ladi ekan. Men sizlardan bir narsani so'ray. Sizni men yo tunimasam, nimishqa menga buncha vala qilala? Men Ha, tushundim. Sizlar menga siyo chechirtayotganliklari uchun shunday qildilar. shundaq oğlum, shundaq. O'zlari kim bo'lala? Menma, meni do'stim davagin. Qandaq? Do'st? Men do'st bo'lishga yaramam deganman, ha? Yo'q. Sizlarning do'stliklari otga mingandimi yaxshi tursa? Ha, rost, do'stim. Men mangay xo'sh. Mağamsa. Kile. Xo'sh. 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 Dostum! Hey dostum! Balam. Kile. Keldingmi balam? Ha, Mektepten qaytdingmi? ha, Aylanib kelamdiq. ma'qul. Jure. Dostum, bugun hiliqi ot qani? At mingin varmıdı? Ha. Bunda qilayli. Bugün ben sana at o'p beray. Mana mingin bo'lamdi. Bek yaxshi bo'ldi. Mana men at, ha? Boqchaqni qo'y. Aka. Bu yerga qo'yib, meni. Meni. Ay, Cepat, cepat. Bek yaxshi bo'ldi. Cepat. Mana Bek chopdi. yaxshi bo'ldi. Chopdi, Cepat. Yaxshi ot. Yo'lam ekan. Cepat. Mana. Ay, oğlum. Herif kaldı hem de düşe. Beni bir kucaklık etmemse. Dostum, uyunda kimler var? Dadam, abam, yana merhaba. Başka iş kim yok mu? Yo'q. Men qarsla cho'ng dadam, cho'ng opam, tog'am, hammam va ikki ocham bor ekan. Lekin men ularni faqat ko'rib boqmadim. Bunu sana kim dep berdi? Dadam deb berdi. Yana nimalarni dep berdi? Cho'ng dadamga o'shgan to'q. Shunga uni uydan chiq deb chiqarib o'tibdi ekan. Nima ish chiqarib atganligini demadimi, ha? Dedi, dadam yaxshi o'qimaydi ekan to'q. Buni albatta cho'ng dadamdan ko'ngil bo'lmaydi-da.
Men bu yaxshi o'qimasam, meni dadam cho'ng dadamdek uydan chiqarib o'tadi ekan. Bo'ldi do'stim, endi men uyga ketay. Ketamdiq. O'ynamamsan? Yo'q. Mana. Yur. Aka, buni mana. Bekavo sen qishimga kel. Toza o'ynaymiz, juma. Ma'qul. Man qarang. Hamma odamga bag'aqni taqit bo'ldim. Lekin dadamga beramadim. Lentini dadam kesidi emasmi? Dadamning meni ko'ygisi yo'q. Meningcha bag'aqni siz olib bersangiz yaxshimikin? Agar dadam kelsa, ochig'i yenibdi deb bilaman. Bilmadim. Kelamdi kelmamdi. Assalom dada. Dada, sizlarni saqlayotgandim. Bu bag'aqni sizlarga akagandim. Aslida uyga olib berishim kerak edi. Lekin sizlar bizni uyga berishdan tosqandilar. O'g'illari sizlarning nomlarida kambag'allar uchun haqsiz shifoxona ochgan. Biz bu shifoxonaning ochilish marosimida o'zlarining lent kesib berishlarini bakma umid qilardik. Shunda qilgan bo'lsalar, biz bak xushal bo'lardik. Dadam kelam. Çoqul keladi. Qarindoshlar. Oldinglarda qat götürüp turgan mana bu shifoxona Muhammadning tirishchanligining natijasi. Shifoxona selish Muhammadning dadisining orzusi edi. Lekin ba'zi sabablar tufaylidan Xo'jam bu arzusini amalga oshirolmay qoldi. Muhammad uydan chiqib ketgandan keyin bir do'stining uyida turdi. U bir koni mashina bilan tirikchilik qilib, mana bugünkidek mushu manzilga yetdi. Har qanday ota-onaning bolalari bo'ladi. Lekin ota-onani hurmatlaydigan, izzatlaydigan bundaq Muhammaddek bola oz chiqadi. Qarindoshlar, birodarlar, do'stlar, urug' tuqqanlar. Sizlar hammanglar bilishinglar mumkin. Bu shifoxonaning ochilish murosimining lentisini asli Habibulloh Xo'jam o'zi kesmoqchi edi. Lekin Xo'jamning muhim ish chiqib qolganligi uchun bugun kelamadi. Biroq Xo'jam o'zining duo va salimini yetkizgach, lentini o'z navrisining kesishiga topshirdi. Qani, qarshalaylik. Hammanglarning qadam tashrif qilganinglarga ko'p rahmat. Men sizlarga so'zlashdan burun bir necha ishni har qaysinglarga tushundirmoqchi. Baya G'ini apandi degandek, dadamning shifoxona ichish orzusi bor-edi. Lekin amalga oshiramaganligini aytdi. Men demoqchi,
Dadamning hayotida amalga oshiramagan ishi yo'q. Dadam meni uydan chiqarib etgan emas. Balki o'z kuchimga tayinib, qaddimni ko'tarish uchun meni o'zidan jiroq qildi. Daraxtning bir shox sunsa, shoqimi ham daraxtga ta'sir bo'ladi. Men o'ylayman, dadamga menga o'xshash ta'sir qilgandi. Dadam doim mundaq deydigan. Ketmandan qo'rqqan etizdan hargiz yaxshi bug'doy unmaydi. Ota-onamning til ahonati ash ketmanga o'xshaydi. Lekin mushu til ahonat bizga yo'l ko'rsatdi. Nishonimizga yetkazdi. Men ilgari bir yaramas savassiz edim. Bugungi turqum dadamning til ahonatining natijasi. Qaddimni ko'tarishimmi dadamning til ahonatini mening duosi deb bilganimda. Dadam meni pek yaxshi ko'rdi. Tangrining rahmi kelib, dadamning meni o'g'lim deb chaqirishini umid qilaman. Mana bu mening hayotimdagi eng chong orzuyim. Şoňa biz ota-onalarni izzatlayli. Hem ularni hurmatlayli. Oğlum. Oyak kele. Aldırashqo. Nega borsan? Do'stim bilan ko'rishkili. Sen uni bilan ko'rishamsan yoki do'sting sen bilan ko'rishamdi? Men do'stim bilan ko'rishiman. Degina o'g'lim. Do'stingga nima deb borsan? Hech nima yo'q. Nima deb boray? Sen do'stingga bug'doy ishi ep bor. Bug'doy ishi? Dada, siz do'stimning bug'doy ishiga amroqligini qandoq bilasiz? O'g'lim. Bu dadamning go'shkirdagi amroqligiga o'xshash ish. Tushundingmi? Tushundim. Rostmi? Rost. Kelib nashti qilib elinglar. Men sizlarga bug'doy ish etib beray. Kela balam, ishingni hozir tayyor qilaman. Oğlum! Dostum! Oğlum! Ben geldim! Ben geldim! Dostum! Qanday oğlum? Yaxşıdırdınmı? Yaxşı. Seni sağaltıb etdimmi? Yo'q. Keginin yaxşı oldu. Atqı menemsə yoki av yaqı berib oynamdıq. Dostum, sizlar bug'doy ishini yaxshi ko'rlar, shundaqmi? Oy, buni qanday uqding? Dadam deb berdi. U sana yana nimalarni dedi? Dadam yana sizlarni ulug' zot, uni ko'rgan aman qo'l qo'shtirib salom qil dedi. Shundaqmi? Buni sizlarga keldim. Balam. Men etigen naştı qilib olgan. Buni uyga akitib yey, bo'lamdi. Bo'ladi. Bo'lamdi? Amsa ishkimiz av yoqqa berib o'ynaylik.
Maqul. Chaqan dostum, chaqan. Gel. Bunu bu yerga qo'yib, endi o'ynaymiz. Aslan. So'zloq ekan, ha? Balam. Gel. Bugün mushunchilik o'ynaylik, ha? Bo'lamdi. Bo'ladi. Mana at kelsang, kashkicha o'ynaymiz. Juma? Ondan at texsini otqa mindirman, ha? Ati bo'ldiroq kelsizlar. Baldur kelaman. Xo'shamsa bolam. Xo'sh, Xo'sh. cho'ng dada. Sizni ko'rsammi cho'ng dada degim keladi. Balam. Bundan kim meni cho'ng dada de. Bo'ladi. Bu buğday eşini nədən əkəllə? Bir dostuma geptiken. Qaysı dostları? Siz tanımaysınız. Kiçik vaqtidagi bir dostum. Kiçik vaxtlardakı dostlarımı yoki bir kiçik dostlarımı? Mən senin nəvırları bilən körüşüdüqallıqlarını bilim. Görüşme. Görüşüp geldim. Nemişqa? Mal mülklərə egi qılmay, öyübüm qoqlab çıxırıb etken nəvırları üçün nimanç taqqazza bolala? O oğullarının oğlu boğunu üçünmü, yoki çoğun oğullarının birə oğlu boğmağını üçünmü, yoki sılının mal mülklərə, oğullarına izbasar bolduğun üçünmü? Ben ezelden hatalı bakmağan apsi. Ezelden.
Şamal çıkmasa, daraxtın ışımaydı. Sizle yaramas dep öyden çıkırıp etken Muhammed, sizlenin çoğun oğullarına hergiz mi okşumaydı. Muhammed, sizleni barlığım dep bilidi. Sizle dervası kiçiklerinin aldığı bamayla. Çünkü sizle eğilip men işini hergiz yaxşı kömeyla. Hem de o kiçik balı üçün nemişki eğilip qalla. Hem de eğilgenden kin nehirler bilen oğullarını koydularga tasla. Mening misliga o'xshash. Ular bilan ko'rishgim keladi. Muhammed kichigidan tortib o'zini sizlarning qo'yinlarga tortishlarini umid qilyapti. Elim sizlarning mehr muhabbatlarga muhtoj. Vay. 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 Qangisini aytjam? 160. Vay Xudoyim, yomon bo'pti. Ko'nglingizni yerim qilmang. Hocam yaxshi bo'lib ketadi. Ayting, bu ish qanday yuz berdi? Abdullah, Muhammed zehir verdi. Muhammed? Muhammed zehir verdi? To'l yolg'on so'zlama. Muhammed dadisini tang'irdek biladigan tursa, bu mumkinmi? Abdullah. Hoca Muhammedni öydün çıkarıp etken tursa, o ikisi hazır, bir-birisiga düşman. To'l yolg'on so'zlama, ablah. Muhammed dadisini dushman o'rnida ko'rsa, nimishqa dadisining nomida ishpag'on soldirdi. Nimishqa o'zining shirkitiga dadisining nomini berdi. Abdullah, hozirgi bolalar dadisining mol-mulkiga saqtlik qiladi. To'xta. Ben dadamni ko'rib olay. Dadamning jinini almoqchi bo'lib, yolg'ondan yugurib keldingmi? Nemi deydigansiz yenge? Men burundan tortib Tangirdan dadamning uzun ömür ko'rishini tilab kelayotsam, men yana Sen kichigingdan tortib uning jinini olaman deb o'ylab yuribdi ekansan-da. nemi deydigansiz yenge? Men azaldan dadamning oldida beshimni ko'taramaydigan tursam, yana nemishqa Nima da'vatsiz? O'z iningizga ishonayapsiz? Birdam ta'xir qilib turinglar. Men bu ishning rostligini bir aniqlab baqay. Balam. Degina. Bug'doy ishini cho'ng dadamga kim berdi? Men berdim. Yaxshi. Ayta o'g'lim. Andaqda o oshni cho'ng dadamga kim berdi degandi? Dadam. Emasmi? Muhammed bilibdi. Emasmi?
Anladınlarmı? Anladınlarmı? Bu bala şundak dedi. Kichik oğlu degen yalgan gap qilishni uqmaydi. Bu bala dadısının buğday eşini çoğun dadısıga berganligini dedi. Urunglar uni! Aşkı zəhərli sen sağan. Şu çağda etim şundaq ənsiz kişnəp ketken idi. Mən bir xəstəlik qıptımı. İblis! Sen Habibullah Əzizini qəsləb muradınla yitənməysən. Mən Habibullah Əziz hayatımda birlik qıtım xatalaşqan. Əmdi qayt xatalaşmayman. Senin itlaslığına eğer kanun bulmagan bolsaydı ben seni meşede sort içip özüm cezalayttım. Oğlum. Dada. Bana. Sen de Habibullah Aziz'nin kanı bak. Kanı bu milletin içinden çıkan iblisini kanunga öz kulun bilen tapşırıp begin. Bakın. Dada. Dada.
Bu yoqqa kela. Bola, kela. Чоң дада. Ha. Endi ikimiz ayrılmaydigan do'st, ha? Bola.